Lo'lilarga qolib ketdi kunimiz. Onanchu. Kim qildi? Ha, Valijon uzatibdi. Lo'li deb. Hisob bir bo'pti. Do'stim, vaziyat Sanjar, Sancho. Top. Azimxon Rahatov. Ular topdi. İsa To'rayev. Oldinga uzatinglar yigitlar. Jambul akam qayoqda? Jambul akam peshinda o'qib kelayotgan ketdi. Jambul aka boshqa o'yinda menimcha. Yep. Ko'rmayap, kuymayapti, to'p deb. Ana Chanayev. Marhamat. Cengiz. Cengiz bosh kelma. Cengiz. Raqibida. Azamat yigit ekan, bu da futbol o'ynayotgan ekan. Yigitlarimiz chiroyli o'yin ko'rsatishyapti. Xalos. Xalos. Nurxat. Ana Chanayev. Allah Xuan Alimov Kapitan. Kapitan komanda Qanot. O'z kichkinalar qiyin bo'ladi. Xuan Alimov yaxshi keladi. Pas ver, pas. Başlayın. Marijan. Azim. Rahmat. Qani yigitlar bo'shash yo'q. Qirg'izi yosh stand-uperi. Aha. Oti nima edi? Azimxon. Azimxon. Xo'p, top kelmaydi. Avazoxon. Marhamat. Teshtilik endi Avazoxon. Ya tipi. Pas. Pas ver. Xavfli vaziyat bartaraf etildi. Asimjon Qirg'iz futbolimiz top suryapti. Marijonni tabriklar aytganda sal qolishiga sal qoldi. Hisobni tenglashtirdi. Lo'lilarga qolib ketdi kunimiz. Onanchu. Kim qildi? Ha, Valijon uzatibdi. Lo'li deb. Hisob bir bo'pti. Bolalar, sizlar quloqqa tepmanglar, to'pga tepinglar. Shrekka o'rniga boshqa yigit chiqib ketyapti. Bir olsa da bo'lardi. Shrek juda chiroyli o'yin ko'rsatdi. Stadiondan chiqib kelyapti. Bir qarsanglar bilan olqishlab qo'yinglar. Rahmat do'stim. Barakatlar. Yo'lbaqiga boqilganga qo'yga ruh. O'zi to'pqa. Marjon. Avalis Masmedon. Qari bilganni pani bilmas. Avazoxon.
Pas, pas ver bana. Tep. Tep. Darvozani ko'rgin. Hayır. Yana davom etyapti. Puanni aldagandan o'z qatab qo'yotasiz. 68 ga kirganda yana bitta kirgizsinlar. Xavfli vaziyat. Bular juda jiddiy o'ynayapti, boruvchi do'stim. Valida. Bosh. Pas ver, pas ver. Kapitan komanda Valya. Chiroyli o'yin ko'rsatishyapti. To'p uzatildi. O'yinlarga paxta. Xavfli vaziyat bartaraf etilganday. Azamat qilaman. Ovoz oqin ekan. Ovoz oqin. Yotib olib tepgan, shtonga tekkan, bu ovoz oqin ekan. Ovozoxon oldindan ham yotib qolabilgan. Nurxat ko'rdi. Marhamat. O'yin davom etmoqda. Bahodir, Tohir aka, Oybek, Sanjar Sancho, Abror Shavvoz to'pni oldinga uzatinglar, yigitlar. O'zbekiston davrasida Jambil aka jamdan o'tib ketdi. Jambil aka qayerda? Jumirtiryaptimi? Ani. Xavfli vaziyat bartaraf. Qirg'iz-Qurularimizda xavfli vaziyat. Sohi! Juda chiroyli o'yin ko'rsatilyapti. Sohibga qarsili bo'lsin do'stlar. Ay baraka top. Buning uzoq bo'lsin. Yaxshiyam sizni shu holatingizni rahmatli onangiz ko'rmaydi. Shuning uchun tuqqanmidim bolamni. Deb xafa bo'lardi shu. Juda ko'p vaqt ketib qolmadimi? Qancha bo'ldi? 10-chu. Sudya qarorsiga vaqtda. Qarordim. O'yin davom etyapti. Hisobimiz 3-1. Ana Shrekka to'playdi. Yakka o'yinga qaytarishyapti. Bolsunbek sen o'yinga emas, multfilmga qaytsang. Top ovoz oxir ko'kragiga tegib ketdi. Ana ovozxon. Yegish. Pas ver, pas. Pas ver. Nurxat Tavasbek. Ay. Rahmat. Darvoza. Gol. Vaziyat gol. Gol muallifi Valijon Shamshamchi. Hisob 3-2. Gol çağlar bu.
Gel başına. Budunlarga da bir katırak olsa tembir koyalım. Kana bizden jigitler Esat Tursun